Bot o'zi nima? Bot bu o'yin razrabochchilar tomonidan yaratiladigan robot. Ular asosan yangi o'yinchilarni osonroq o'yinga o'rganishlari uchun yaratilgan. Qanchalik rangingiz baland bo'lsa, shunchalik bot kamayadi. Lekin almaz rangidan o'tganingizdan so'ng ular kamaymaydi. Bir o'yinda maksimum 40-45% odam, qolgani esa botlar bo'ladi. Ya'ni bir o'yinda 100 ta o'yinchi bo'lsa, 40-45 tasi odam, 55 tasi esa bot bo'ladi. Ishonmasangiz, cheater tanishingiz bo'lsa, o'shalardan so'rab ko'ring. Bular gapimni tasdiqlashadi. Shuning uchun klassik matchlarda ping yaxshiroq, lobbyda esa balandroq bo'ladi. Botlarni ikki xil turi bo'ladi. Birinchisi parashyutdan tushadigan, ikkinchisi esa o'z-o'zidan paydo bo'ladigan. Har bir odamning maxsus boti bo'ladi. Ya'ni siz uchun bir bot, do'stingiz uchun alohida bot. Botlar samolyotdan uzoqqa sakray olishmaydi, 50-100 metrgacha uchisha oladi. Shuning uchun sizga bot kelmay qolsa, uni yo'lda kimdir otib tashlagan bo'ladi. Siz esa nimaga menga bot kelmadi deb hayron qolasiz. Do'stlar, stop. Bir savol meni anchadan beri qiynardi, faqat men bot kelmay qolsa PUBG ni so'karmidim? Bu muhim emas, mayli, javob berishingiz shart emas.